Voy o'ldi. Endi viloyatliklar Toshkentda kira qila olmas ekanda. Men ham 01 qilaman shekillik. Dada, zumday shotkam eskiribdi, yangisini olib bering. Ye, bo'ldi ona qizim, siraz yangisini, novinkasini ol. Menga desa, elektrichniy yuvadigan olmaysanmi? Mana, senga beraman. Eskisini nima qilasan? Nima ham qilardim? Socham bo'yab bo'lmaydi, tashlab yuboraman. Ey, yiqilay opa, qoch. Dada, menga ham cho'tka olib bering, men bir oydan beri qo'limni yuvaman. Uzilib tushadi yaqinda. Ye, aka-uka deganim ham shunchalik urushaverar ekanda. Ona qizim, mana senga novinka cho'tkaga pul. Ulim, endi dadam menga katta e'tibor beryapti deb kibrlanib ketmagin-a. Xo'pmi? Mana senga yangi cho'tka. Bu cho'tkadan qo'lim yaxshi-ku. Dada, men ham shu tovuqdan yeyin. Yomon bir nafsing chukkullagan bola ekansan, ey. Ona qizim, mana shu suyagingni oxirigacha yema. Mashina so'rib o'tir. Ha qizim. Ketdim, men pasportimga Bobik deb yozdirib kelaman. Neyni bir kun shu ilonni yetaman bor. Saloh, ulum o'lgur Saloh. Nima telefon qilganimni ko'tarmaysan? Dada, bu telefoningiz ilon o'ynashdan boshqanisiga yaramaydi. Batareyasi ham ishib ketgan. Ishib ketgan bo'lsa toshbaqaga qo'y. Hurmatli podpischiklarim, agar oxirgi qo'ygan postim 100 mingta like yig'adigan bo'lsa, men sizlarga ukamni qiziga cho'qingan videosini ko'rsataman. Uf, dada, yangi telefon olib bering. Ye, ona qizim, yaqinda 15 Pro Max olib berdim-ku. Hozir 16 chiqqan. 16 ning chetida knopkasi ham bor-da, dada. Iya, ertaroq aytmaysanmi, jon qizim? Bitta knopka bilan farq qiladigan bo'lsa, hozir olib beraman. Katta farq bor ekan u. Ey, qaychdi menga ham batareyka olinglar. Batareykasi yo'q, telefonda o'ynab o'tiribman. Qani, 16 yoqdimi ona qizim? Yoqdi. Shu onangnimga chirilligini qara. Buni tustoq jimpirda ham olib beraymi? Ey, dada, buni 10 kundan keyin sezon o'tib ketadi-yu. Sezon o'tsa yana olib beraman. 10 kundan keyin yana sezon o'tsa yana olib beraman. Charchamayman men. Dada, bu sal katta-yu. Bu onangnimga qolibdek tushganini qara. Yangi kuyov qopsan, o'g'lim. Sizga ham katta, dada. Nima qilibdi? Ota-bola almashib kiyveramiz. Hozirda o'ylama, jon o'g'lim. 10 yildan keyin ham kiyishing kerak bu kiyimni. 10 yildan keyin ham to'ldira olmayman buni. Big'illatib qo'yaman, otaga gap qaytaraman. Tushundingmi? Opangni o'rnak olsang bo'lmaydimi? Nima bersam, "Xo'p dadajon, rahmat" deb ketadi. Sen bola o'zi erkalanib ketding-da, cho'tka buzdi seni. Ona qizim, Opamni o'ldirsam necha yilga qamalar ekanman, ha?